85 metr kvadratdan tashkil topgan ikki tomonlama proyektiga high-tech hamda minimalizmni o'z ichiga uyg'unlashtirilgan 3 xonali xonadonimizni birgalikda batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismidan kattagina koridor, prixojlarimiz zerkayni oynalarda ishlov berilgan. Proyekt bo'yicha bolalar yotoqxonasi, asosiy mehmonxona, alohida bo'lgan yuvinish xonalari, yotoqxona, kattalar yotoqxonasi hamda kuxnya. Ko'rishni esa asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF. Asosiy mehmonxona qismimiz derazalari 2 qavatli akvaplast romlardan, pardalarimiz ilingan, qandalarimiz ilingan, devorlarimiz italyanskiy atachento uslubida ta'mirlangan, xonadonimizga ko'rib beruvchi kaminlar ham o'rnatib qo'yilgan. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda. Maktab, bog'cha, bolalaringiz uchun o'yingoh, parkovka, masjid barchasini o'z ichiga mujassam qilgan ushbu loyihamiz Imran Building loyihasi bo'lib, bolalar yotoqxonasi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Proyektimiz esa ikki tomonlama proyektdan tashkil topgan. Kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi yotoqxona mebellariga to'liq jihozlangan holatda, alohida dekor uslublari ham ishlov berilgan. Kuxnya qismimiz gazli plita, vытяжка, двухконтурный котел, moyka, mягкий zona uchun joylarimiz qoldirib ketilgan. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan qo'shimcha skariston mavjud. Hamda hojatxona. 72.500 ga baholanadigan ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Družba ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.